tashlab ketilgan. Odamlar uydan bir necha daqiqa ichida chiqib ketishga majbur bo'lishgan. Eng qo'rqinchlisi esa radiatsiyani ko'rib ham, hidlab ham bo'lmaydi. Ammo u inson tanasini ichkaridan asta-sekin yemirib tashlaydi. Lekin tarixda shunday davrlar bo'lganki, odamlar radiatsiyani foydali deb o'ylashgan. 1898-yilda radiy kashf qilingach, butun dunyo hayratda qoladi. Chunki bu modda qorong'ida yaltirardi. Odamlarga u hayot energiyasidek tuyulgan va 1900-yillar boshida bozorda yangi mahsulotlar paydo bo'la boshlagan. Radioaktiv krem, radioaktiv tish pastasi, hattoki radioaktiv shokolad ham. Eng mashhur mahsulotlardan biri Radifor nomli radioaktiv suv bo'lgan. Oddiy suv shunchaki ichiga radiy qo'shilgan. Odamlar esa uni energiya beradi, quvvatni oshiradi deb ishonch bilan ichishgan. Amerikalik millioner Eben Byers ham sport jarohatidan keyin shifokor tavsiyasi bilan Radifor ichishni boshlaydi. Diqqat qiling, shifokor tavsiyasi bilan. U bu suvga shu qadar ishonardiki, kuniga bir necha shishadan ichadi. Avvaliga hammasi yaxshi tuyuladi. Energiya, kayfiyat, tetiklik. Lekin ichkaridagi vaziyat biroz boshqacha bo'lib, Rudi uning tanasiga yig'ilib, to'planib, xuddi kalsiy singari suyaklariga joylasha boshlagan edi. Va vaqt o'tishi bilan Ebenning jag'i yemirila boshlaydi. Asta-sekin tanasidagi barcha suyaklari parchalanadi. Ichidan chirib bitgan Byers 1932-yilda vafot etadi. Bu voqea butun Amerikani shok holatiga tushiradi. Radiatsiya iste'mol qilgan odamlar esa endi o'z o'limlarini kutib yashashni boshlashadi. Hukumat esa chora sifatida bozorlardagi barcha radioaktiv mahsulotlarni rastalardan olib tashlaydi. Lekin eng qo'rqinchlisi, Eben Byersning tanasi keyinchalik tekshirilganda undan hali ham radiatsiya chiqayotgani aniqlangan. Tasavvur qilyapsizmi? Odam o'lgandan keyin ham uning tanasi radioaktiv bo'lib qolgan. Bilasizmi nima? Mana shu Rudini iste'mol qilish keyinchalik taqiqlangan. Lekin bordi-yu men uni o'z xohishim bilan iste'mol qilmoqchi bo'lsam, kimdir menga cheklov qo'ya oladimi? Xo'p, qo'ydi ham deylik. Meni huquqlarimchi? Ya'ni radiatsiyani o'zim xohlab qabul qilishim mumkin emasmi? Bu savol hozir ahmoqona tuyulishi mumkin. Lekin aslida aytmoqchi bo'lgan narsam, insonga haq-huquq berilayotganda, qonun talablar o'rnatilayotganda ham chegara bo'lishi kerak. Va hozir aytib beradigan voqeam, agar mana shu chegara buzilib ketsa, biz qay darajaga tushishimizga isbot bo'la oladi. Tasavvur qiling, o'rta asrlarda sud zalidasiz. Sudya o'tiribdi, advokatlar tayyor, hamma jim, lekin jiddiy va shu payt sud zaliga bugungi sudlanuvchi sifatida cho'chqa olib kiriladi. Haqiqiy cho'chqa.